Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham qiziqarli mavzu haqida qanday qilib pulsiz biznes boshlash mumkin va buni yo'llari haqida gaplashamiz. Mani ismim Yulduz. Shu kungacha men Instagramda juda ham ko'plab Instagram, SMM, mobilografiya bo'yicha o'quvchilar o'qitganman. Shaxsiy bilim va tajribalarimdan kelib chiqqan holda o'zimni shaxsiy fikrimdan kelib chiqib sizlarga juda ham zo'r bo'lgan informatsiyalarni beraman. Aslida bu mavzuni men YouTube'da ko'rib qoldim. Именно shu mavzuga qiziqadigan odamlar ko'p ekan, lekin ko'rganimda hammasi ham haqiqatga yaqin emas, lekin men beradigan informatsiyalar menimcha sizga aniq yoqadi. Ketdik, boshlaymiz. Demak, pulsiz qanday biznes boshlash mumkin? Bunday olib qaraganda bizni pulimiz yo'q, biznes qilishni istaymiz. To'g'rimi? Hamma ham boyishni istaydi, hamma ham pul topishni istaydi, lekin buni qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga juda ham zo'r ma'lumot. Bu sizni telefoningiz. Bugungi kunda juda ham ko'pchiligimizda Android, iPhone, hammada telefon bor, to'g'rimi? Kamerasi bor, videolar oladi, rasmlar oladi. To'g'ri, iPhone telefoni sifatliroq, Android telefonlarining ko'pchiligi sifatsizroq video olishi mumkin, lekin gap bu yerda emas, sifat yoki sifatsizda emas, gap qanday qilib pulsiz mana shu telefon orqali biznes qilish mumkinligi haqida. Bunda sizga nima yordam beradi? Eslatib o'tganimdek, meni SMM va mobilografiya sohasida 4 yillik tajribam bor. Shundan kelib chiqib, sizlarga konkret fakt bilan beraman. Xudo xolasa, kimgadir orangizda foydali bo'lishiga ishonaman. Birinchi usul: qanday qilib o'zingizni, biznesingizni noldan qurasiz? Bu juda ham aslida oddiy. Sizni qo'lingizdagi telefon biznesi bor insonlarni tovarini reklama qilishga juda ham zo'r narsa. Misol uchun, siz yangi akkaunt ochasiz, u akkauntingizni biznes akkaunt sifatida yaratasiz. Instagramda, Telegramda, YouTube'da farqi yo'q. Qayerda auditoriya yig'a olaman desangiz, o'sha joyda o'zingizga profil ochasiz va undan keyin o'sha ochgan profilingizda tovar reklama qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, uni qayerdan olaman? Pulim yo'q tovarga deydigan bo'lsangiz, hammasi juda ham oddiy. Biznesi bor insonlar bilan, ya'ni o'zi offlaynda, uyingiz yonida yoki bo'lmasam shaharingizdagi bozorda biznesi bor insonlar bilan dogovor qilishingiz kerak. Ya'ni borasiz, o'zingizni onlayn magaziningiz borligini ochganingizni va mana shu onlayn bozor magaziningizda o'sha insonlarni tovarni sotmoqchiligingizni aytasiz va reklama qilish uchun ulardan tovardan olib turishingiz yoki turgan joyida o'sha joyi o'zida videolarga olib uyingizga borib montaj qilib, uni o'zingizning akkauntingizga joylab biznes boshlashingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz shunchaki har kuni foydalanadigan telefoningiz, har kuni shundoq ham kerak emas narsalarga sarflanadigan vaqtingizni siz foydali biznesga boshlashingiz mumkin. Meni o'zimni ham shaxsan biznesim bor, Moda Shop deb nomlangan, Nukusda joylashgan va men mana shu ideyani boshqa qizlarga ham aytganman. Ularning ichida buni qilayotgan va o'zi amalga oshirgan qizlar ham bor. Lekin bitta narsani aytaman, qo'lingizda tovaringiz bo'lmagani uchun siz to'xtab qolishingiz kerak emas. Bu yerda asosiy maqsad nima? Birinchidan, nol, ya'ni pulingiz yo'q bo'lib turib, pul topishga harakat. Misol uchun, men yoki o'sha biznesi bor odam tovarini deylik, bitta tovarini 100 mingdan sotyapti deylik. Sizga u 100 mingdan bermoqchi, boshqa undan ortiq ustupka qila olmaydi. 100 mingdan oldingiz, videoga tushirasiz, 150 ming deb videosini qo'yasiz. Ya'ni Instagramga, YouTube'ga yoki Telegramda o'sha tovarni reklama qilasiz, xuddi o'zingiznikidek edi. Xuddi o'shandan keyin unga xaridor chiqqandan keyin siz o'sha tovarni olib pryamoy o'sha xaridorga jo'natasiz. Ustidan qolgan 50 mingiz bu sizni foydangiz. Xo'p, aynan shu uslubda ishlasangiz, siz kuniga 10 ta tovar sota olganingizda, misol uchun 50 mingdan sizda 500 ming daromad bo'ladi. Xo'p, buni 100 ga ko'paytirsak, уже 5 million daromad. Ya'ni siz bir oyda agar 100 ta tovar sotadigan bo'lsangiz, ya'ni har kuni 10 tadan deganda 10 kunda 100 ta tovar sotishingiz mumkin. Уже sizda bir oyda 5 million daromad bor degani. Уже siz o'sha 5 million daromadingizni bemalol yangi o'zingiz uchun boshqa tovarga summa qilib kiritib, bemalol o'zingizni shaxsiy biznesingizga sekin-astalik bilan erishishingiz mumkin. Men sirazi aytib o'taman, hozirgi kunda yoshlar, umuman olganda ko'pchilik sirazi rezultat xohlaydi. Вот именно mana shu joyda siz biznes qilishga tayyor emassiz deb aytaman. Nimaga? Chunki agar siz rezultatni sirazi kutadigan bo'lsangiz, unda sizda natija bo'lmaydi.
rezultat bo'ladimi, daromad bo'ladimi, yo'qmi? Prosta siz shu narsaga harakatni to'xtatmasligingiz kerak. Ya'ni qachonki, misol uchun, qo'limda tovarim yo'q, mani telefonim oddiy, man unaqa qila olmayman, man bunaqa qila olmayman, man video olishni bilmayman, man montaj qilishni bilmayman deb o'zingizga prosta atmaska qiladigan bo'lsangiz, prosta o'zingizni oqlaydigan bo'lsangiz, unda siz aytib o'ting, biznes qilaman, pulsiz boyib ketaman, biznesni noldan boshlash degan mana shunaqangi videolarni ko'rib o'tirmang. Vaqtingizni ham bekor ketkazmang. Lutchi harakat qilaman deydigan bo'lsangiz, unda dальше davom etamiz. Xo'p, demak, ketdim. Keyin yana qanaqa biznes qilish mumkin? Qanday pulsiz yana daromad turlari bor? Bu ikkinchisi dropshipping deyiladi. Dropshipping nima? Dropshipping bu siz o'zingizda qo'lingizda yo'q tovarni reklama qilib, odamlarga olib kelib berish. Bunaqani ko'pchilik yoqtirmaydi, xohlamaydi deydi, lekin bor. Bunday tovarni xohlovchilar olishga tayyorlar bor. Qanday bo'ladi? Birinchi eng zo'r yo'li, men juda ham ishonchli yo'li deb ayta olaman va bu narsaga sizga ozgina harakat kerak xolos. Shaxsiy brend orqali. Shaxsiy brend orqali bo'lganda qanday? Siz o'zingizni inson sifatida, shaxs sifatida Instagramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tanitasiz, aytasiz, gapirasiz, umuman ko'rsatasiz, nima xohlaysiz, nima xohlamaysiz. Xullas o'zingizni reklama qilib, auditoriya yig'asiz. 1000 ta bo'lishi mumkin, 2000 ta, 3000 ta bo'lishi mumkin. O'sha auditoriya yiqqandan keyin, sizni tanib boshlagandan keyin, sizga ishonch paydo bo'lgandan keyin siz insonlarga mahsulotlarni sotib olishga takliflar kiritishingiz mumkin. Xo'p, deylik, siz birorta soch qiladigan chiroyli bir texnikani Instagramda, internetda ko'rib qoldingiz. Bu texnika O'zbekistonda yo'q ekanini bilib qoldingiz. Misol uchun, hali O'zbekistonga kirib kelmagan texnika turlari juda ham ko'p. Umuman olganda, tovar turlari juda ham ko'p. Xitoydan ayniqsa juda ham zo'r tovarlarni O'zbekistonga olib kelishingiz mumkin. Aynan O'zbekistonda konkurenti yo'q, topish qiyin bo'lgan tovarni siz o'zingizni shaxsiy akkauntingizda reklama qilib, auditoriyaga murojaat qilish tariqasida chiqib, siz ulardan pul yig'ib, o'sha tovarni zakup qilib berishingiz mumkin. Ya'ni sotib olib, O'zbekistonga olib kelishingiz mumkin. To'g'ri, ular kutadi, tovariga qanaqa keladi bilmaydi, risk bor. No, siz agar ishonchli yo'llar bilan ishlash yo'lini topsangiz, unda siz bemalol boshqa insonlarning puliga biznes boshlashingiz mumkin. Bunaqa tovarlar, bunaqa narsalar juda ham ko'p. Men o'zim Instagram, Telegram sahifalarimda ham bu haqida ko'proq aktiv, YouTube'da ham aktiv aytishga harakat qilaman. Shuning uchun обязательно meni kuzatib boring. Xullas, meni onlayn sohada faoliyatimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu narsani men ishlashiga 100% kafilman, 100% garantiya beraman. Faqatgina sizlardan talab qilinadigan narsa bunda bilim. Birinchi bo'lib kontent yuritish haqida, misol uchun YouTube, Telegram, Instagramlarni yuritishni bilishingiz kerak. Undan keyin mobilografiyani bilishingiz kerak, oddiy video olishlarni, montaj qilishlarini bilishingiz kerak va gapirishni bilishingiz kerak. Sotish yo'llarini, texnikalarini bilishingiz kerak. Misol uchun, deylik, gapiryapsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Unaqa, bunaqa, men tovar sotmoqchiman deydigan bo'lsangiz, albatta sizdan hech kim tovar sotib olishni istamaydi. Siz faqatgina o'zingizga ishonch bilan yaxshi ovozda, tonda gapirib, insonlarni o'zingizga jalb qilib, mana shu o'zingizni profilingizni rivojlantirib, bundan tashqari tovarlaringizni reklamasini kuchaytiradigan bo'lsangiz, unda albatta siz hech qanday pulsiz biznes qila olasiz. Xo'p, bularni qayerdan o'rganaman, qanday qilaman, nimadan boshlasam ekan deb yurgan bo'lsangiz, meni yana kuzatishda davom eting. Kommentariyda aktiv bo'ling. Yana qaysi ma'lumotlarni berishimni istaysizmi? Misol uchun, Instagram yuritishni bilishni istaysizmi, YouTube yuritishni bilishni istaysizmi yoki Telegramga auditoriya yig'ishni bilishni istaysizmi? Qaysi biri? Albatta kommentariyda yozib qoldiring. O'zingizga qanday qilib ishonch orttirishingiz mumkin? Qanday qilib auditoriyaga mana shunday erkin, qo'rqmasdan o'z fikrlaringizni yetkazishingiz mumkin? Bular haqida bilishni ham istasangiz, albatta menga yozib qoldiring. Meni niyatim sizlarga ko'proq yordam berish. Xudo xolisa, oldindagi videolarda sizlarga bundan ham chiroyli va qiziqarli bo'lgan kontentlarni qilishda davom etaman. Meni Telegramimga albatta podpiska bo'lib qo'ying. U yoqda hozir kontentlar endi yangi boshlanyapti. Xudo xolisa, eng zo'r videolar meni bloglarimda bo'ladi. Juda ham xursandman. Boshlayotgan, o'ylab yurgan ishlarim sekin astalik bilan amalga oshyapti. YouTube kanalim ham bir kunlar kelib 1 million bo'lishiga ishonaman.
Agar siz ham ishonsangiz или mana shunga поддержка qilsangiz judayam xursand bo'lardim.